Koreyada 8 yil yashapman, lekin 15-may, ya'ni o'qituvchilar kunini dam olish kuni deb o'ylagan ekanman. Ertalabdan garchi qaynonam bilan sovuq raqsga tushyapti. Qanday? Xullas, Koreyada bugun o'qituvchilar kuni, lekin dam olish kuni emas ekan. Koreyada o'qituvchilar kuniga bog'cha va maktablarda sovg'a berish mumkin emas. Chunki sovg'a bersangiz, pora beryapti deb o'ylashadi. Lekin 30 ming wondan arzon bo'lgan sovg'a berilsa, u pora olishga kirmas ekan. Bechora bolamni muzdek umurvoqaga o'tirg'izib olib, ko'tini yuvishga netchi. Endi qaytib qaynonamga sovg'ani popasini yuvib bering demayman, chunki bilmagandim shunaqa yuvishlarini. Shu kunlarda yuzim ancha yaxshi bo'lib qolganiga makiyaj kamroq qilyapman. Ko'chaga chiqishdan oldin qaynonamdan 100 marta so'radim, bugun yomg'ir yog'maydimi deb. Qaynonam yog'maydi, ketaver degandi, lekin jala yomg'ir yog'ib yotibdi. Shunaqa qilib bugun o'qituvchilar kuniga sovg'ani bog'cha opasiga kupon sovg'a qildik. Starbucks Coffee Shop'dan 20 minglik kupon, bunga 4 ta kofe olib ichsa bo'ladi. Lekin qaynonam aytishi bo'yicha sovg'ani qaytadan jo'natib olishi ham mumkin ekan.